Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İslam ve Biz programımızın 166. saatini görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Qadirli görürmelerimiz, hemmeler ma'lum bolgandek, yıllardan buyan her bir Müslüman Kur'an sünnet nurul astyda düşünüş gerek bolgan. Xilma-xil mavzularni ayrım temagan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Her programının başında Allah Subhanahu ve Taala'dan söylengen bu temalardaki bir-birinden güzel mezmunlarını haqiqiy şekilde düşünüp, hayatımızda şunu yaşap, amelileştirip, dünya ahireti Allah'ın rahmetiga, mağfiretiga erişken müminlerden buluşun tilep kelyapmiz. Allah söylengen barliq temalarni haqiqiy şekilde amel qilishga nasib qilsin deb tilaymiz. Tünügün e'lonimiz degendek bugünkü temamiz aslida o'tgan sondagi programmamizniki davomi sifatida bugün sınaq ve ceza tushunchasi degan tema to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Çünkü o'tgan sonda biz millatning beshiga kelgan musibat sınaqmi va jazomi bir kirish sifatida u yerda ba'zi masalalardan to'xtalgan bo'ldik. Bugün bunu texambek tafsili to'xtalamiz Allah rahmeti bilan. Programımızın daimlik aziz mehmini hemmalar tunuşluq bolgan hürmetli Ustad Sharq Türkistan Ulamalar Birligi şundaqla Dünya Müslüman Alima Birligi a'zosi Abdurrahman Jamal Kashg'ari'ni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qilganlik uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita boshlab kelsak, ustoz, bugungi savolimizni, temamizning mavzusi bo'lgan sinoq va jazo tushunchisini buni bir aytishdan boshlasak, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Müslümanın bu dünyaya gelişinde bir qançılgan gayeler var. Bu gayelerin birisi insanın bu dünyada sınırlıdığanlık. Yani bir kanday insan, yaxşı yolu mu, yaman yoldu mu, doğru yoldu mu, hata yoldu mu, bu tarazı qançılak oturdu. Allah'ın körsüzü emel kılamdı diyen bir sınak üçün kelgenlik emmeyden gayet. Bu dünya hayatı emmeyden bilgenlik sınak meydan. Bu sınak meydanında her bir Müslüman, her bir insan netice kazanış için yaramlık şekilde, ölçemli şekilde sebep netice kanununa uygun halette hareket kılış lazım. Allah Teala insanların bu dünya sınak üçün kelgenliğini bayan kılıp liyabluvakum eyyukum ahsanu amela dedi. Ayetinin başında halakal mevte vel hayata liyabluvakum eyyukum ahsanu amel. Biz sizler kaysanlı obdan iş kılısızlar, kaysanlı doğru iş kılısızlar, kaysanlı en ilgar iş kılısızlar. Bu ne? Sizlerge nek meydanı bildiriş şu asasda mukafat ceza veriş için dünyaya yarattık diyor. Ama bu sınak ufkumu, musibet ufkumudun ya ceza ufkumunun farklılık. Çıksan düşeniz farklılık. Bu sınak ufkumu kesik, İnsan bilan yaxşılık bilan sinilish mumkin yoki ko'ngli yoqmaydigan yomonlik bilan sinilish ehtimolli bor. Ikki tarafli ish. Va namluvakum bil khayri va sharri fitna oyat deganda. Yaxshilik bilanmi, ne'matlar bilan va ko'ngli yoqmaydigan o ishlar bilan sinaymiz. Xo'sh. Am bu sinaq masalasiga kelgan vaqtida inson salbiy taraflar bilan sinalganligini bilsa yoki buni bilishi oson. Salbiy taraf degani masalan bir inson orzu qilgan narsa erisholmaydi. Mesela bir üye olsun dedi vaqtincha üye girişemedi. To'y qilay dedi, uning vaqtincha erişemedi degan o'xshab bu xil salbiy xarakterdagi bir sinoqni inson bilalisi u oson. Ha, men ma'no bilan sinibdiman. Alloh taolo meni biroz yo'qsullik bilan, ba'zi ishimdan oldin ma'maslik bilan mushna sinab turdi bilish oson. Ammo ne'mat bilan sinalganligini bilish u tas. Alloh taolo bir odam bilgan yoki bir bölük adamlarga her türlü nimet bergen bo'lsa, bu nimetning sınaq üçün berilganligini bilinmaslik bu g'aflat. Sınaq üçün berilgan nimetni his qilish bu tas. Xo'sh. Yo'qsullik, qiyinchilik tarafga o'xshab ma'qul taraflar sinilishini bilish oson. Alloh meni sinab sabr qilaman. Ammo ne'mat berib turib sinalganligini bilish ko'plagan insonlarga nisbatan tas. Hemen bu işin haqliq, layiqtim bas, halayetim badem bir neslini deyiş mümkün. İnsan qarsak her türlü sinirlidir. Bazı insanlar kisel bilen sinirlidir. Bazı insanlar hukuk mensep bilen sinirlidir. Bazı insanlar kembağal oluş bilen sinirlidir. Bazı insanlar boy oluş bilen sinirlidir. Bazı insanlar bilim ma'rifat bilen sinirlidir. Yani bir bölüklere başqırıq sebep sinirlidir. Hatta dada balısı bilen sinirlidir. Bala
Ata-onasi bilan sınaqning türə meydanı, şəxsi, ictimai, hər tərəfləmə kən modis kən. Bu sınaqning. Am jaza yoki musibat. Ya'ni jaza xarakterli musibat. Biz yuqorida buni sınaqning dedik. Am musibat yoki jaza deganimiz uningdan farqli. Jaza qanday vaqt keldi bo'lsa, gunoh ma'siyat tufaylidan. To'g'ri yo'ldan chetlash tufaylidan, aqidasida, qimmat qarashida, kimligida sog'lom turolmaslik sababidan, bo'linish, parchalanish, xoinlik, sotqinlik, mas'uliyatsizlik, ongsizlik degan qo'shi bu bir kishilar nimaga olib bordi desa, jazoga bordi. Xo'sh. Jazo nereden keladi desa, gunoh ma'siyat, ongsizlik, mas'uliyatsizlik, xoinlik, sotqinlik, haqiqatda, prinsipda aqida ching turolmaslik bu musibatninki yoki jazoninki hukmi. Qur'oni Karimda va ma asabakum min musibatin fa bima kasabat deb. Sizlar bir musibat kelgan bo'lsa, umum shakl. Bir xafalık kelgan bo'lsa, jazo xarakterlik bir og'ir bir musibat kelgan bo'lsa, buning sababchisi o'zingizdir. Sababchisi sizlar deydi. O'zingizdan ko'ranglar buni. Yana oyat karimda in ahsantum li anfusikum. Agar sizlar yaxshi qilsanglar, buna mukofot erishsizlar, yaxshilik erishsizlar. Agar xato ish qilsanglar, o'zingizlarning ziyniga. Hukm nayt aniq modis aniq. Xo'sh. Yaxshi qilsanglar mukofotiga, g'alabasiga, hurligiga, izzat sharaf erishsizlar. Agar xato ish qilsanglar, ya'ni gunoh ma'siyatdagi ishni qilsanglar, osiylik xarakterdagi, fosiqlik, kupurlik, shirik, sotqinlik degan qo'sh bu ishni qilsanglar, o'zingizga ziyon yetkazasizlar. Ama bu noktada musibet meselesinde belki köplagan qarindoshlarning kallasi bir savol bo'lishi mumkin. Ommaviy musibet bilan shaxsiy musibetni qanday farqlantiramiz? Ommaviy musibet deganimiz jamiyat xarakterlik musibet. Umumiy musibet. Umumiy musibet, millat xarakterlik musibet. Xo'sh. Bu ommaviy musibet degan bir jamiyatning hammasiga musibet kelgan bo'lsa yoki bir millatningki beshiga musibet kelgan bo'lsa, ommaviy xarakterda hammasiga bu jazo hisoblanadi. Aniqmi? Endi shaxsiy tarafdan kelgan bir musibat kelgan bo'lsa, bu sinoq bo'lishi mumkin, jazo bo'lishi mumkin, shaxsiy xarakterda. Yoki ba'zi insonlar sinoq bo'ladi, yoki ba'zi insonlarga jazo bo'ladi. Ammo ommaviy xarakterda, umumiy xarakterda bir jamiyatning beshiga bir musibat kelgan bo'lsa, bir millatning beshiga musibat kelgan bo'lsa, buni sinoq deb o'tkazib mas'uliyatdan qutulish xato. Bu bir jazo. Çünkü bu jazodan qutulishdan chorasi nima? Bundan chiqish yo'li nima? Bu haqda izlanish muhim. Demak, bu hayot sinoq maydonidan iborat. Bu sinoq maydonidan o'tish uchun bu hayotning xarakterini tushunish lazım. Qanday hayot? Xo'sh. Buning davom bormi yo'qmi buni tushunish lazım. Bu hayotdagi sinoqqa, sinoq yo'lidagi qiyinchiliklarga, mushkullarga taqobil turish uchun nima lozimsa odamda ruhiy kuch lazım. Aqliy kuch bilan birlikda ruhiy kuch lazım. Belki aqliy kuchning oldin ruhiy kuch lazım. Ma'naviy kuch lazım. Buning uchun aqidada mustahkam turish, ibodatni joyida qilish, kimlikda mustahkam turish, sabrchan bo'lish, harakat qilish, harakat qilgan vaqtidami sabab natija qonuniga uyg'un holatda harakat qilgan vaqt ening kendidan bu sinoqdan o'tgan bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı olsun. Endi shu bir musulmon yani o'zi kelgan bu uçurgan musibetlerinin sınaq mı yoki jazo mı bunu qanday belgiladi? Tabiatda bu jiq odamlar o'ylaydigan bir savolimiz. Bir musibet kelgan bo'lsa, bu Alloh meni sinov o'tamdi yoki bo'lmagan bo'lsa, men jazo sutdi-da. Mush musibatni berdimi degan bir savol. Xo'sh. Endi yuqori deganimizdek sinoq insonga har xil shaklda keladi. O'lim bilan keladi, ocharchilik bilan keladi, kambag'allik bilan keladi, ijtimoiy o'rniniki o'zgarishi bilan keladi. Vatansizlik bilan keladi, sargardonlik bilan keladi, tijoratda ziyon tortish bilan keladi. Demak, bu sinoqning turlari oyat karimda bayon qilgandek, "Wala nabluwannakum shay'un" bu jiqmadi. Xo'sh. Endi biz bir musibat duch kelsak, bu azobmi yo jazomi yoki bo'lmasa Alloh meni sinov o'tamsa, buni bevosita belgin olgan ikki yo'li bor. Yoki yo'llar jiq olgan bo'lsa, bu oshkora aniq belgin olgan ikki yo'li. Birisi bizning holimizni qarashimiz lozim, o'zimizning holi. Shunda so'rgan kishi men gunoh ma'siyat qilayotam deman, qilmayotam. Kaboir shakldagi. Alloh to'sqan, payg'ambar to'sqan, islomning prinsipi zid qilgan gunoh ma'siyat. Qilayotam deman, qilmayotam. Alloh ba'zi insonlarni bulonsina. Agar bir inson musibat keldi, u insonda gunoh ma'siyat ko'p bo'lgan bo'lsa, Allohga, Allohning rasuliga bo'lgan osiylik ko'p bo'lgan bo'lsa,
ijtimoiy jihatdan bir mas'uliyatsizlik bo'lgan bo'lsa, buni qo'shish lozim bu yerda. Desam, men faqatlam 5 vaqt namoz ishim joyida deyishim mumkin. Angsizlik bo'lsa, haq yo'lida mustahkam turamasa, o'zining e'tiqod ruhi bilan, aqid ruhi bilan yashayolmay qolib qolsa, u vaqtda bu kishiga nisbatan u musibat nima hisoblandi? Jazo hisob. Demak, men gunoyim sababidan jazolanibman deb munda o'ylash lozim. Chunki Qur'onda va ma asabaka min musibatin fa min nafs. Sana bir musibat kelgan bo'lsa, o'zingdan ko'p buni. Sababchisan de. O'zing teridan buni de. Chunki Allohning maqsadi insonlarni qishnash emas. İnsanlarni azoplash. Alloh qonuniyat aniq bayon qildi. La in shakartum la azidana. Agar siz to'g'ri yo'lda mansanglar, ishlar hammasi muvaffaqiyatli, unumli ma'noda. Demak, bu yerda bir inson bir musibat yo'liqdi. Uning hol ahvoli qarshi gunoh ma'siyat to'shab ketgan, kufrliklar to'shab ketgan, fosiqliklar to'shab ketgan, xoinlik, satqullik, musulmonlarga ziyonkashlik, islomning qimmat qarshiga dushmanliklar to'shab ketgan bo'lsa, bu kishi o musibatni nima deb tushunish lozim? Allohning menga bergan jazosi deb tavba qilish lozim, oxiriga yetish lozim. Bu bir yo'l. Ikkinchi bir yo'li, bir odam yaxshi bir odam. İbadetler joyida, aqidasi joyida, mas'uliyatchan. O'rnimiz. Mas'uliyatni shaxsiy, ijtimoiy mas'uliyatni qildi, yaxshi bir odam. Lekin uningga nima keldi desa, sinoq keldi. Sinoqning turi jiq. Ba'zi salbiy ishlar sinaydi, ba'zi ijobiy ishlar bilan sinaydi. U vaqtda o inson buni nima deb tushunish lozim? Allohning menga bergan sinoq deb tushunish lozim. Yana qisqartib aytgan vaqtida bir odam ibodatlarni joyida qildigan, aqidasi sog'lom, ibodatni joyida qildigan, axloq go'zal, shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyat ruhiga ega. Yani faaliyetchan, aktif, İslam'daki avantgard askerlerden birisi. Şundan to'g'riliq bunga nima kelgan bo'lsa, bir sınaq kelgan bo'lsa, yoki bir musibat kelgan bo'lsa, nima deb tushunish lozim desa, bu odam zohirda bo'lsin yoki o'zining altida, yushirin altida bo'lib qolsin, yaxshi bir banda, mas'uliyatchan bir banda, aktiv bir banda, islomning bir askari bo'lishi yaraydigan. Bu odam uni men bir sınaq keldi deb tushunish lozim. İmtihan. Allah buni orqali uningki maqomini oshirdi. Hatalıklar olğamız hadis-i şerif degende ona yo'q dedi. Agar bir inson fasik inson bo'lsa yoki bir asiy inson bo'lsa, islomning ishida ibodatni qiladi, lekin nima bilsa uningda gunohmi bildi. Bu xil odat bo'lib qolsa, asiy yoki fasiklik bo'lib qolsa, bu odam buni nima deb tushunish lozim desa, Allohning menga bergan jazosi deb darhol o'zini tekshirish lozim. Özüne mizanga, taraziga serish lozim. Bunun bilan bir odam o'zi kelgan ishninki, musibatninki sinoq yoki jazo ekanligini bu tarozi serish orqali his qiladi. Allah razı olsun. Hammamiz bilgandek, hammamiz yuqordimi tilg'anib o'tib ketdi. Yani bir insonning sinoqqa uchrashi, imtihon qilinishi yoki uning amallariga qarata jazo berilishi har doim bir narsadan mahrum qilinishi bilan bo'lmaydi. Ba'zida ato qilinibmi, hamma narsa to'ttutal jinoyatni mengayotgan bo'lsa-mu, shunda ishlari, tijoratlari, pullari shunda hammasi hech qanday bir musibatga uchramay, texmbak yo'li echilib ketayotgandek jinoyatning ishi turibdi. Buni hamda nurg'un insonlarni ko'ramiz ham dunyoda. Shu sinoq bilan jazo orasidagi farqlar. Bunun bir necha farqli misolg'asi, bir sinoq bu dunyoda bo'ldi. Oxirat sinoq yo'q. Oxirat natija bor. Qo'limizga diplom chiqdi deyli, sharkatlarimizdan. Ammo jazo bu dunyodanmi, oxiratdanmi? Eg'ir jazo oxiratda, ma dunyodami? Ma'lum nisbatda bir jazolarimiz shaxsiy xarakterda, ijtimoiy xarakterda, hattoki ba'zi millat xarakterlik ilgirki ba'zi millatlarga o'xshash, yoki bir millatli yana bir millatninki osiylik, jinoyat, zulm sababidan Alloh taolo yana birisini aytib bergan bo'lsa, bu jazo bu dunyodan bo'ldi, oxiratdan bo'ldi. Ikkinchi birisi sinoq insonning ahvolini bilish uchun bo'ldi. Bu men bir sinoqni desam, iymonda mustahkam tura olamdi, aqidada mustahkam tura olamdi, o'zining qimmat qarshi mustahkam tura olamdi yoki yana olamdi. Ba'zilarda biz musulmon tursak, nima uchun bunchalar kun qolamiz? Allah nima uchun bizni qo'g'damaydigan dedi. Nima uchun Qur'on bizni shafaat qilib, bizni darhol kofirlarning qo'lidan qutqizib qo'ymaydigan dedi. Demak, bir eg'ir xopiliq kelib qolsa, darhol mustahkam turolmay, sabr qilolmay, keyniga yenib oldigan odamlar bor. Bir bo'lik odamlar bor. Bu dunyodan ketsimi, shehid bo'lib ketsimi, iymondan mustahkam turadigan odamlar bor. Demak, bu bir bo'lik odamlarningki sinash uchun bo'ladi. Ama jazo bo'lgan bo'lsa, bu jazo nima sababdan bo'ldi desa, yuqorida deganimizdek bu gunoh sodir qilganlikdan bo'ladi. Va ma asobatkum musibatin
Tabii makasebet aydı ve yapman kes. Allah cıkını apu kılıtıdı. Sizni kilovatkan musibet, habilet bu özağınınki sebebidir. Bu nimetinin yokup gidişi. Meri şahsi halatda olsun, ictimai halatda olup kalsın, mesela vatanga o'xshash, imanga o'xshash nurg'un yo'qolib ketayotgan vatanimizda. Boyliqning yo'qolib ketishi, vayronchilikning yuz berishi, madaniyatning yo'qolishi, qirg'inchilikning hammasi bu nimaning misoli desa, Allohningki berayotgan jazosiningki misoli. Uchinchi farq jazoning hammasi sinoq emas. Bir bo'lik jazolar va rasmiy jazolar sinoq emas. Shunga o'xshash sinoqning hammasi jazo emas. Sinoq keladi, ba'zisi sinoq, ba'zisi jazo. O farqi. To'rtinchisi sinoq umumiy. Bu yaxshi odam kim keladi, yomon odam kim keladi bu sinoq. Chunki payg'ambarlarmi hadis sharif deyilgandek eng ko'p sinilganlarimiz Qur'oni Karimda bularningki bayoni ko'p tilga olindi. Beshinchi farqi Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa sinaydi. Demak, bir bandaning sinalganligi yaxshi banda. To'g'ri ish qiladigan, mas'uliyatchan, angliq, aktiv. Nimasi yo'q, shaltiqi yo'q. Şundan turul sınalgan bolsa bu bende Allah'a nispeten söyümlük bir bende. Peygamberimiz Allah Teala bir benden yaxşı görse onu sınap, pakizlap, ahiret hiç qanday onun üstüne günah koymagan halet odul cennetke yol sılgan benlerinin qatarıdın bulur deb bu xil işaretini bergen. Hem jaza olgan bolsa Allah Teala'nın ki gazb güç qilgan, nefreti güç qilgan alamet. 6-cı farkı sınak yaxşılık yamanlık olan boludu. Ve namluvakum mişşer vel xayrdi. Bunu yukarı depti. 7-incisi bu sınak sınaq duch kelgan insonlarningki martabasini yuqori ko'tarish. Gunohi bo'lgan bo'lsa, qisman pach-parat gunohlarni afu qilish uchun bo'ladi. Gunoh bo'lgan bo'lsa, bu jazo duch kelishninki bevosita sababi. Chunki oyat karimda "Ma ya'mal su'an yuzzab." Kim yomonlik qilgan bo'lsa, uningki jazosini tatidi. Bu jazo bilan sınaqning orasidagi asosiy farqlardir. Xo'sh, xo'sh. Rahmat, Allah razı olsun. Hakikaten yuqordim deb o'tgandek insonlarning ichidagi sinoq eng qattiq sinoq qilinganlar payg'ambarlardir. Butun payg'ambarlarning hayoti qarasaqmi, ularning shu da'vat jarayonida bo'lsin, o'z qavmidan, millatidan ko'rgan ya son sanoqsiz inson chidovsiz darajadagi sinoqlarga mubtalo bo'lgan bo'lsa-mu, shu ummatiga o'rnak mustahkam turish. Ha, ummatiga o'rnak bo'lib ketdi-da. Yani hiçbir onun ümmetinden birisi kıyamet kayın boğuşu, o uçurgan, aşının bilen ten beraber derecedeki musibetlerine, kıyınçılıklara uçuramaydı iken. Biz mesela Muhammed Aleyhisselam uçurgan her kandak bir sınaklığa uçurap baktık mı yani hiçbir Müslüman? Her kandak cihette meyli. Hoş emdim şu sebep netice kanunda mı şu? Elbette sebep netice meselelerine o ilgili ki bazı sanlarımızın toxtalğandı ki bu yerden bir bununla nima qilib o'taydi. Bu masalada sabab natija qanday musulmon bilan kafir o'tirsida farq bormi? Belki bu sınaq bilan bu jazo masalasi sababning keyin deyish mumkin. Bugun kunlikka shu masalalarni to'g'ri tahlil qilinmaslik. Musulmonlarning beshiga kelayotgan yoki kafirlarning beshiga kelgan kelmagan bu masala to'g'ri qilinmasligining sabablarining birisi tahlil qilinmaslik, sabab natija qonunini his qilinmaslik. Bu sebep netice iki xil oldu. İlgim toxtaldı. Maddi sebep netice kanunu idi, manevi sebep netice kanunu. Manevi sebep netice kanunu bizde Müslümanlık hepimiz biliyordu. Namaz, dua ve başka diyen şey. Ama maddi sebep netice kanunu gelsek, dünyanın asası maddi sebep netice kanunu değil. Mağdur Allah'ın bitken kanunuydu bu. Maddi sebep netice kanunu Müslüman ile kafirin arası farkı yok. Kanuniyet okşaş. Kim maddi sebep netice kanunu düşünüp, şunun uygun halette hareket kıysa, o netice kazanır. Kim maddi sebep netice kanunu düşünmese, anqırmasa, ügenmese, hem hareket kılmasa, onun uygun halette, o mağlup olur, kendini kalır. Bugünkü Müslüman ne için ağır kaldı etse, başka aklını köprek işletti, köprek hareket kıldı, köpter işte, netice kazanır. Bu madde okşaş, madde okşaş. Kemilik madde, fiziklik madde, bu madde okşaş. Lekin ağaçlardan qanday paylanış. Gerçi dinimiz buyurgan bolsun, Qur'oni Karim netçilgan ayetler tashabbus qilgan bolsunmi? Shaxsiy xarakterda, ijtimoiy, davlat xarakterda, hatto boshqa millatlarning madaniy xarakterida ishorat qilgan bolsunmi? Ammo ilm fandiga sal qarash natijasida musulmonlar moddaning qonuniyat kashf qilish sal qildi.
Gerçi bir neçe asr ilgari dunyoga ustozlik qilgan bo'lsin, oxirgi 1-2 asrda buni reallikni e'tirof qilish lozim. Bu sabab natija qanday musulmonlar jiq chekinib ketdi. Davlat qanday qurildi, qanday vayron bo'ldi, millat qanday gullandi, qanday uxlaydi. Bu qonuniyat Qur'onga nurg'un ishoratlar. Nurg'un ko'rsatmalar. Ilgari ummatlarning voqealiklarning hammasi bizga sabab natija qanday deb kashf qilib, ibrat al dars oldi. Ammo afsuski buni musulmonlar sal qaraqli moddiy sabab natija qonuni dedi. Xo'sh. Shunga bu sabab natija yuqori deganimizda musulmonlar kofirni ayirmaydi. Kim harakat qilsa natija qozonadi, kim harakat qilmay uxlab o'rinliq qilsa, mas'uliyatsizlik qilsa ziyon tortadi. Bizning ahvolimiz buning shohid. Masalan 10-20 yil, hatto 50-60 yil ba'zi millatlarning tarixi qarasak, nihoyat bichora holatda. Bugun qarasak ilg'or bir millatga o'taylik. Oldin hisobdik. Moddiy sabablarning natijasini sababdan tushunib harakat qilganlik uchun natija. Ammo buning ko'ngil bo'lmagan, xurofotlikqa cho'mib ketgan, aqlni ishlatmagan, o'zining mas'uliyat g'oyasini unutib qolgan bo'lsa, bu millat dunyoning kainot qilaliq, balki mahkumlik aslida taqibishini ko'tara olmaydi. Buni misol berish ajiz. Ammo mukofot jazo qonuni kelsak, moddiy sabab boshqa, mukofot bilan jazo kelsak, Allohning musulmonlar kofirga bergan qonuniy farqilik. Mukofot bilan jazo farqilik. Sabab moddiy sababga o'xshash, lekin mukofot jazo birlashda o farqilik. Mukofotda yaxshi odam bo'lsa, yaxshi qilsa, uningki ilg'or natijaga erishadigan. Mas'uliyatsizlik qilsa, uning hisob tortilidigini bu taraf aniq. Ham bu yerda bu masalada farqilik deganimiz musulmon odam jazoga tortilgan bo'lsa, bir musibatga qolgan bo'lsa, nima deb tushunadi musulmon odam? Mana mush musibat kelgan bo'lsa, buning sababi menda. Mening bir katkizib qo'ygan yerim bor. Mening bir xatolik o'tkazgan yerim bor. Mening bir mas'uliyatsizlik qilgan yerim bor. Shuning uchun Alloh taolo meni mush ish bilan jazolaydi deb tushundi. Musulmon jazokasi. Ammo kofir bo'lib qolsa, u Alloh ishonmaganlik uchun Alloh meni kofir bo'lganligim uchun, osiylik qilganligim uchun jazolaydi deb unda qaramaydi. Ikkisining farqi. Uning ustiga Alloh taolo kofirga muhlat berdi, lekin musulmon muhlat bermaydi. Farq. Nima uchun musulmon muhlat bermaydi desa, kofirga muhlat bergan bo'lsa, u bir tavba qilarmiki, hidoyat yo'lini toparmiki, bir kundan qilib to'xtamay tashabbus qildi, ogohlanib chaqir. Ammo mu'minga, musulmonga sen haq yo'lni bilib turib, dalil faktga ega bo'lib turib, yo'l xaris ega bo'lib turib, yana aynda o'rinliq qilib, sus qilib bo'shanlik qilsan, nima sen muhlat? Shu muhlat berilmaydi. Uning ustiga Alloh taolo bir mu'min xatolashgan bo'lsa, uningga takrar sinash orqali ogohlantirib, uni paklab turdi. Shunga musulmon bir sinoqqa duch kelsa, bir musibatga duch kelsa, nima uchun bunda bir jazoga duch kelamiz? Nima uchun musulmonlar bu xafalık qoladi? Nima uchun bu kofirning beshiga kelmagan musibatlar bizning beshimizga keldi desa, xato qilgan bo'ldi, to'g'ri qilmagan bo'ldi. Xo'sh. Nima ish qilsa? Chunki bir musulmon yoki bir jamiyatga musulmon yoki bir millat bir musibat yo'liqqan vaqtida nima uchun kofirning beshiga kelmay bizning beshimiz keldi deb savol so'ramasdan, biz nima ish qildik? Xatolikni nerede o'tkazdik? O'zimizda qanday tuzaymiz? Bu xatolikdan chiqish yo'li nima? Allohni bizning ranjitgan yerimiz nima? Mas'uliyatimiz nima deb bu vaqt izlanish lozim. Ammo afsuski bugun kunlikda ko'plagan qarindoshlarimiz bu savolni qo'ydi. Nima uchun kofirlarning beshiga kelmay bizning beshimiz qilgan dedi. Lekin mas'uliyat nuqtasida shaxsiy va ijtimoiy tarafdan u vaqtda gap qilg'inolmaydi. Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, bir millatninki zavollikqa duchor bo'lishi, bir jamiyatninki mahkumlikqa duchor bo'lishi bir qanchalar sabablarga bog'langan. Masalan, bularning qatori zulm. Bir jamiyat zulm avjagan bo'lsa, o jamiyat mahkumlikqa duchor bo'ladi. Qur'oni Karimda Fatilka buyutuhum xaviyatun bima zalamun. Bularning uylari, yurtlari, shaharlari, mahallari, davlatlari hammasi vayron bo'ldi. Sabab nimasi? Zulm sababidan. Jamiyatimiz qarab boqaylik. Bir-birisi qilayotgan zulmlar, baylarning kambag'allarga, kambag'alning yana birisiga, dadininki dadini qilmaydiganda, masalan, aninki ayolga bir jamiyatninki yana bir jamiyatga, bir mahallaning yana bir mahallaga qilgan bu zulmga qarab boqaylik. Bu nega boshlab borsa, davlatning qo'ldan ketishiga, millatning vayron bo'lishiga boshlab. Eng chong zulm. Biz zulmning turdi biroz ochimi. Yana birisi millat va jamiyatning beshiga kelgan xafalık musibatning yana birisi mas'uliyatsizlik. Ya'ni ig'ir xatoliklar.
Allah'ın ko'rsatmasiga osiylik qilishdan iborat mas'uliyatsizlik, o'zininki majburni tonimaslik, bu mahkumlikdanki yoki ig'ir musibatning sababi. Qultum anna haza qul huwa min anfusikum. Nadin qildik bu xafalık qadsa? Sababchisi o'zingdi. Fabima kasabat aydikum. Sizlar xafalık yetgan bo'lsa sababchisi sizlar. İşini to'g'ri qilmaslik, Allah buyurgan bo'yicha mangmaslik, hurullik qilish, mas'ulni tonimaslik, ilm o'rganmaslik, ma dunyoning qonun bilansi uning izlanmaslik, hamkorlashmaslik iborat bu shunamiz mas'uliyatsizlikning xulosalari asli. Bu mu nega bor desa bir jamiyatningki, bir davlatning, bir millatning vayron bo'lishiga boshlab bor. Yana shuna bilan buningda ikkin bir debdi xato ish bilan mas'uliyatsizlikni asosiy zulm va o'ziniki majburiyat mas'uliyat to'lamaslik. Xo'sh. Bu vaqtda olimlardan Ibn Taymiyaning shunday bir so'zi bor. Naql etgansak balki ortiq kelmaydi. Allah adil davlatga, ya'ni o'zining xalqiga adil muomala qilgan davlatga garchi kofir bo'lsin yordam berdi. Sabab natija qonuniyati bo'yicha Allah bekitgan muqim qonuniyati bo'lganligi uchun davlat bo'lmasa bir davlat. Devlet kafir, devletimiz kafir. Lekin ish harakatlarini qanday yapmağı desa, hokimlari fuqarolarga zulm qilmaydi bir-birisi. Garchi munkar ish bo'lgan bo'lsin. Devletning umum sistemasi, ijtimoiy munosabat adolatlan bo'lg'achqa Alloh taolo uning mush dunyodagi ishlarni yurishtirib berdi dedi. Uning muvaffaqiyat berdi. Chunki adolat yo'lida tanlaganlik uchun kafir bo'lsin. Xo'sh. Endi Alloh taolo zolim davlatga garchi musulmon bo'lsin, uning yordam bermaydi. Devlet Müslüman mısın Müslüman? Yani cemiyet Müslüman Müslüman. Ama hakimiyet ebga, hakimiyet zalim, hakimiyet mustabid, halkı zulüm kıldı, Müslümanlar zulüm kıldı, başkalar zulüm kıldı. Bu Müslüman olsun, o zalim boğalışı Allah buna yardım vermedi. Bu yukarı ayet kerime ve Peygamber Aleyhisselam nurgun korsatmalarla yekullangan bir xulasa. Demek bir yerde zulüm cemiyetninki, milletninki, devletninki, qo'ldan ketishninki en çok sebeplerinden birisi. En xulosalığancha zulm ikki turlik. Birisi odamiylikdan chapnagan zolimlar, mustabidlar va diktatorlar va tajovuzchilar. Buni hammaylar. Yana bir zulm bu. Zulm oshkora, uni qarshi turganimiz, qarshi turish ro'yiga bo'lsa, yana birisi nafsimizdan iborat bir zulm. Xato ish tashabbus qilgan, mas'uliyatdan qochirdigan, majburiyat ruhini tunug'ini o'namaydigan, zolim bilan apoq-chapoq bo'ldigan, Allah'ın aniq ko'rsatib buyurgan bo'lsin, bir qismini olib, bir qismini og'ini o'namaydigan, bar dushman mesela shaytonni fattahizu aduva. Maslarning dushmanlar yaqin kelmanglar desa, dushman nima? Shayton bo'lsin, og'ini tuta oladigan bu xil zolimlik bu. Demak, bu yerda zulm mavjud bo'lgan ekan, u millat nimaga mahkum desa, xafalikqa mahkum. O cemiyet nimaga mahkum desa, zulmga mahkum. Demak, o'zimizdan, atrofimizdan zulmni tugatmoqcha adolat qilib kelmaydi. Xo'sh. Allah razı olsun. Endi yana bir masala. Endi albatta yuqorida so'z degandek endi bizning shu har xil musulmonning beshig'i kelgan endi. Alhamdulillahki agarda jazo sifatida emas, sinaq yusin Allohga yaqin bo'lganligimiz uchun kelgan mu'minlarning qatoridan qilsin Rabbimiz yani. Çünkü ahirette ecrimiz, mukafotlarimiz texambak ko'paydigan gap endi. Shunda bir shularning qatoridan bo'ladi. Ham jamiyatda nurg'un masalalar bor endi bu. Bulupmu dinimizni cho'nqur tushunmaydiganlarning zihnida texambak ko'p ba'zi ijtimoiy fikr vositalarida hattoki bu yaqinqi yillarda insonlarning dindan chiqishiga sabab bo'lgan darajada bir xato tushunchalar bor. Mesela bu shunchalar zulm bo'lyapti, islom dunyosida bo'lsin, bizning vatandagi ig'ir inson tasavvur qilsiz bu jinoyatlar yani. Xuddi Alloh ularni hech jazolamayotgandek. Musulmon bo'lmasdan har qadamda bir xato o'tkazsa yo sinib yoki uningga masalan jazo berildi ekan. Bu nimishqa Alloh subhanahu va taolo masalan kofirlarni shunchalar dahshatli jinoyatiga biz musulmonlarni qilgandek jazolamaydi u bu degandek. Şu Allah'ın bağlılığına şüphe kıldığı derecede bazı inkaslarını qarsak, yaşlarımızdaki bu dinni düşünmeyenlikten dinden çıkıp gitayotgan görünüşlerini görürüz hem de. Bu o dini itiqad o bu diye insanların da xultgan narsa. Bo'lgan bo'lsa bunda olmaydi degandek şu. Kafirlar jazolanmayotdi degandek. Buningga qanday bir
Cevap veriş mümkün yani. Bu pek çoğun bir tema. Eğer kalsak bunu kiler katımda Allah nasip etsin. Başka bir tema ağırlığı mühim görüp olmasa müştak to'xtaydi. Zulüm, qirg'inchilik yoki xulosalik vaqtida yomonlik. Nima uchun Alloh taolo bu yomonlikni yaratgan? Xo'sh. Nima uchun bu yomonlikqa qodir turib uni to'sib etmaydi? Degan bu savol g'arb dunyosida Fransiya inqilobidan keyin avjagan, uningda ilgari Yunan zamonidan tortib bazaga solinib dinsizlikninki asos manbasi bo'lib kelgan. Bugun qadar bir qancha cho'ngninki, bir qancha faylasufning o'zining e'tiroflari bor. Kafir olsa sabab bo'lgan amillarning birisi yomonlik amili. Nima uchun dunyoda yomonlik bor? Allah nima uchun bundan aralashmaydi degan. Biz ma'noga ayrim bir cho'ng tema biroz tafsilroq to'xtalish to'g'ri keldi. Ammo bu boshqa bir tarafga qarasak, nima uchun bu musulmonni qijnaganga o'xshash Alloh taolo musulmonni azoblaganda kafirni azoblamaydi degan bu savolning bir tarafiga kelsak, Alloh taolo kafirlarni mush dunyoda ham azoblayman, mush dunyoda ham jazolayman deb undaq demadi. Agar Qur'onda yoki payg'ambarning tili orqali hadisda kafirlarni mush dunyoda ham jazolayman degan bo'lsa, u vaqtida bizning vatanimizda bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lib qolsin, bir qirg'inchilik yuz bergan, ofat yuz bergan, eg'ir darajadagi zulm yuz bergan vaqtida Alloh qani Allah nima uchun bu musulmon bandalarni qutqizish uchun o'rlashmaydigandi? Nima uchun biz bilan kari yo'q tashlab qo'ydigandi degan bu savol u vaqtda to'g'ri bo'ldi. Lekin Allohningki bekitgan qonuniyati boshqacha. Ya'ni kafirlarning, zolimlarning jazosini cho'ng nada berildi desa, yana bir hayot bor. Oxirat deydigan yana bir hayot bor. Musulmonlar, mu'minlar e'tiqodning eng cho'ng shartlarining birisi qiyomatning borlig'iga ishonishdi. Buni shart qildi. İmanның en asaslı birisi kıyamet günü işiniz. Hem bir yani zalimlerin cezası nerede verildi olsa Allah Teala çoğun cezasını ben kıyamet günü vermem. Ben kahhar sütun ben igari. İntikamını ben öpürmem. Üç anlı olan olsa her kandan hatta hayvandan tatmin öpürmem. Ma dünya sınak hayatı. Zalimlerin ceza verildi bu dünyada üzgü layık halette ama çoğun ceza ahirette. Bu dünyada ben sebep netice kanunu boyunca yarattım. Siz sebep kılanlar. Hareket kılırlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ve aydullahu mestata'tum min kuvvetin ayetine ahir liturhibuna bi aduvallahi ve aduvakum. Sizler davamlıq düşmanlık göz titrep turgan bunda halet bopqanmaz kuşan. Düşman sizler göz titreydigan halet göz için nimi de ayet kerime? Tayyarlık kılınlar sizler. İmani cihetten tayyarlık kılınlar, ruhi cihetten tayyarlık kılınlar, ahlaki cihetten, fikri cihetten, ilmi cihetten, cihadi cihetten, teknik cihetten, yapay zeka uçma nima bo'lib qolsa har zaman holatda nima turamiz harbiy holat turinglar. Bu Qur'onning buyrug'i. Kimga buyruq esa musulmonlarga buyrug'i. Ammo afsuski musulmonlar bu buyruqqa kelgan vaqtida yo'q. İmani saat ravurus turgan odamni topmoq tez, axloqiy saat turgan odamlar oz. Bugungi holat qarasak chiqilib bilinishidi. İctimai hamkorlikni qarasak bundan kimsin bildigan oldu. Ayollar talashlar axloq buni bildigan oldu. Siyosiy jihatdagi meydansizliklar, hürlük göz karşı, adalet göz karşı, dost düşman göz karşı qanchalik taroziga to'xtaydi, buni bildigan oldu. Demek bu Qur'onning bu hukmiga bu insonlar nada? Qur'onning bu buyrug'i ilm o'rganiladigan buyrug'i nada? Harbiy jihatdan tayyorlab qilinadigan buyrug'i nada? Iqtisodiy jihatdan tayyorlab qilinadigan buyrug'i nada? Mustahkam bir kuch shakllarini uyul tashda kuch holat shakllantiriladigan buyrug'i nada? Yo'q. Qur'onga ishongan bo'lsa samimiy holatda Kur'an'ın ruhu işengen olsa biz bu adet kelmeydi. Allah nerede? Ne için bizi kutqazı, ne için ilgi olmaydı da bir bölükleri ümmesilip kafir murtad olmaydı. Demek psikik bozguntulığı, dinin düşünenmezlik, ümmetsizlik ve hakazalı bir bölüklerinin ki kadar mukaddesler görüşüge sebep olur. Bu hayatın kanuniydi bu. Bu bugün emez, bunun vaxtlarının boğan. Bazıları var. Müslümanlarla beşiğe yaxshilik kelib qolsa, har zaman biz sizlar bilan birga emasmiz, xo'sh-xo'sh deydi. Az to'l tashlaydi. Agar musulmonlarning beshiga bir qabullik kelib qolsa, sizlarni to'lamaymiz deydi. Qochadi. Bu ikki yuzlama holatga, munofiqlik holatga bu iymon, bu millat nega boshlab bordi? Xo'sh. Munofiq holatga iymon nega boshlab bordi? Natijaga bo'lsa, natijaga emas. Shu Alloh taolo yana bir oyatda "Velav yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabar." Agar Alloh taolo
insonlar qilmishlari, xatoliklari, jinoyatlari, zulm sababidan jazolaydigan bo'lsa, bir-birlab ma dunyoda hech kim saqlanmaydi. Payg'ambarlardan boshqa hammasi u ham bu ham bo'lib ketdi. Alloh taolo marhamatida o'milaydigan narsami qolmaydi. Harakat qiladigan narsami qolmaydi dedi. Zulmdan misol hisob olgan hech narsa qolmaydi. Valakin yuakhir ila ajal. Alloh taolo buni qiyomat kuni qo'yib qo'yadi. Cho'ng hisob oyati. Agar mush dunyoda bir hayvon yani bir narsa darhol uning masalasini hal qilamiz, dunyoda muqim bir qonuniyat bo'lib tugaydi. Qonuniyat bo'lmaydi. Agar mush dunyoda bir musulmon zulm ushqab bo'g'ichi, aslida musulmon davlat kuchlanib, ummat kuchlanib, millat kuchlanib bir musulmon zulm darhol u yerda men tayyor deyilsa, islomning buyruqi shu-da. Dushmanlarimiz islomning ko'rsatmasi shu-da. Musulmonlarning qo'li orqali Allohning azobini tetish kerak. Musulmonlar bizning qo'limiz orqali. Islomda bo'lish kerak. Lekin musulmonlar hali unday emas. Shu bir musulmon bir yerda qabul qilib qo'yishlar, darhol Alloh taolo shu intiqom bersa, bu sabab natija qonuni bo'yicha musulmonlar nima ish qildi? Sinoqning ahamiyatini hadi qoldi vaqtida. To'g'ri. Hammani Allohga ishtib qo'yiblar. Masalan, payg'ambarimiz qarang, buni musulmonlar bir misol olaylik. Uhud g'azotida payg'ambarimizdan tishi sinib ketdi. Payg'ambar turib sinib ketdi. Yarlandimi? Yarlandi. Hali ko'p musulmonlar shahid bo'ldi. Bu shu payg'ambar o'sibdi bilan mo'jizaga ega bo'lgan bir zot o'sibdi bilan malaikalar qatnashgan bir jang o'sibdi bilan. Ashadagi 300 necha musulmon qayaqman necha ism sanab kirmaydi. Ism bo'lmaz. Ashad payg'ambarlik bir mo'jiza ishlatib kafirlar hammasini ko'z yumib ochib vayron qilib ta'lamdi, qilib ta'lamdi. Mo'jiza o'sibdi bilan qilib ta'laydi. Xo'sh. Chunki Jibril alayhisalom payg'ambarimizga Makkaga agar xohlasang Makkaliklarning hammasi tog'ning ostiga tog'ni dunkim turib deydi. Shu farishtalar bormi? Shu xil yordamga ega payg'ambarimiz. Ammo payg'ambarimiz u usulni ishlatmadi deydi. Payg'ambarlik mo'jizasini ishlatmadi. Nimani ishlatsa, mendan keyin ummat tik turish lozim deydi. Mendan keyin ummat mening yo'limni tutib menish lozim, meni o'rnak tutibdi. Shuni qanday qilsa, u mo'jiza usulni ishlatmay, musulmonlar sabab natija qonuni bo'yicha ish yurgan. Demak, harakat qilishimiz lozim. Aklimizni tayinishimiz lozim, iymonimizni tayinishimiz, sabab natija qonun ish qilish lozim deb u usulni ishlatmadi. Demak, bundan xulosalgan vaqtimizda biz qiyinchilikqa qolgan bo'lsak, qoldiq bo'lsak qol. Millat xarakterlik, xo'sh. Iymonimizni va hurlik irodamizni mustahkamlab, birinchi sharti millat xarakterlik. Belki 60-70% dan ko'p holatda, 20-30% jiq ta'sir ko'rsatmaydi. Yaxshi odamlar ko'p bo'lsa, millat xarakterlik iymonimizni, irodamizni mustahkamlab, aqlimizni, aqliy iqtidorimizni, ilmimizni yuksaltirib, Alloh buyurgandek har qaysi sabablarda tayyorlik bosqichiga kirsak, tayyorlik qilsak, u vaqtida tayyorlik qilib zolimlarga, dushmanlar, tajovuzlarga jang e'lon qilgan bo'lib qolsa, u vaqtda bizga shalliq, to'hba ko'z oldimizga ko'rinadi. Shalliq g'alaba ko'z oldimizga ko'rinib turadi. Xo'sh. Dushmanning qanchalik bir mag'lubiyat kuch qaydali ko'z oldimizga ko'rinib turadi. Buning sharti emas, iymonimizni mustahkamlash, hurlik irodamizni mustahkamlash, agar samimiy musulmon bo'lgan bo'lsak, ilm ma'rifatimizni oshirish, ilmimizni yuksaltirish, mas'uliyat ruhimizni yuqori ko'tarish, dinimiz buyurgandek innamal mu'min ikhva degan bu ruhni nazariyada emas, amaliyat ishga oshirish, ening kendi sabab natija qonuni bo'yicha zolimlarga qarshi taqobil turgan bo'lsa, musulmonlar shaksiz holatda g'alaba qiladi. U vaqtida Allohning uchun bu musulmon azoblaganda kafirni azoblada u savol tugaydi. Uningga ehtiyoj qolmaydi. Aslida tagidan tatbiq xato savol. Men nima uchun mushkulni qoldim degan bu savolning javobini topsalar, buningga ehtiyoj tushmaydi. Chunki Alloh taolo kafirni azoblar, bu dunyoda qutulib qolgan kafirlar oxiratda ilohiy adolat mahkamasi bu zolimlar jazolanadi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Mishada tugaydi inshaalloh degandek oldimizga sonda bu masalani to'xtalamiz. Yomonlik masalasi haqida Alloh nasib etsa, bu ayrim bir to'xtalaydi. Mayli bo'ldi inshaalloh. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi sonimizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan o'tgan sonimizda bo'lsin, bu sonimizda texnik masala yechilgan bo'ldi. Mushada men payg'ambar alayhisolamning bir mashhur hadisi va eng mashhur kitoblarimizda Muslimda tilga ilingan. Payg'ambar alayhisolam shunday bir xabar berdi, ya'ni ajaban li amril mu'min. Mu'minning ishiga, ya'ni
Müminning ishi nima degan hayron qolarlik yani. Uning inna amrahu kullahu xayr yani. Uning butun ishi, hayotidagi barliq ish yaxshilik bilan tugaydi. Uni hadisning davomida deydi-ki payg'ambar alayhisalom, agar uningga xo'shallik yetsa, shukr qiladi, natija bu uning uchun yaxshilik bo'ladi. Musibat yetsa, balo qazo yetsa, sabr qiladi, natijada yanada yaxshilikka erishadi. Ya uning hayotidagi mayli issiq-sovuq boshdan kelgan hamma narsa natijada Allohning oldida uning nomi amal daftariga yaxshilik bo'lib yoziladi. Bu mu'minning ishi. Bu faqat mu'mindan boshqasiga bunday bir xislat yo'q deydi. Ya'ni hadisning shu nimasida va laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Mu'mindan boshqa hech kimga bunday bir xislat yo'q deb payg'ambar alayhisalom millatda bergan bir ajoyib ikki og'iz so'z bo'lgan bilan tasavvur qilg'usiz darajada bir xush bishorat bizga berilgan. Mushundaq bo'ladisak nima degan baxtlik biz yani. Rabbim shuningga loyiq qilsin hammamizni. Allah subhanahu va taolo umr bersa oldimizdagi sonda boshqa temada abay deyishgan temada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.